Video avvalda sizlarga yana bir qiziqarli kanalni tavsiya qilib o'tmoqchiman. Principal Place kanali. Bu yerda Minecraftga aloqador har xil qiziqarli videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Ссылка описаниеda va tepadagi yozuvda. Davay uyg'ona qol. Leo. Nima bo'ldi? Ertalab bo'ldimi? Biroz yotay yana 15 daqiqa. Nima? Qanaqa 15 daqiqa? Biz uyda emasmiz. Hozir. Tushunursan, kravat juda ham qattiq ekan, belim qotib qoldi. O'rganib ketasan hali. Shuni deb o'ylayman. Xo'sh, nima qilamiz? Nonushtaganmi? Okey. Xo'sh, ertalab ham bo'lib qoldi, lekin kecha juda ham charchagandim. Hammamiz charchadik. Kecha juda ham og'ir kun bo'ldi. Yangilar kelishdi, xonalarni almashtirdik. Xolos, juda ham og'ir kun bo'ldi. O'zi bugun nima qilamiz? Mashg'ulotlarni aytyapsanmi? Bugun parkur bilan shug'ullanamiz. Zo'r-ku. Ertaga otish mashqlari. Undan ham zo'r ekan. Nonushtaga nima yeymiz? Kechagidan. Kecha nima yegandik? Men chiqmadim-ku. Hozir kirsang ko'rasan. Okey. Yigitlar o'zi shu yerda o'tirishibdi. Albatta, bora qol. Xo'sh. Janob oshpaz. Qanaqa janob? O'rtoq oshpaz. Shunday, o'rtoq oshpaz. Mana shuni olsam bo'ladimi? Yo'q, hammaga alohida. Buni shunchaki aynib qolgani uchun qoldirib ketishdi. Aynib qolgani uchun? Xo'p, mayli. Unda aynimagan degan umiddaman. Aynimagan. Agar aynigan bo'lsa, qaytarib olib kel. Xo'p. Nursin, Leo. Biroz g'alati ekanmi? Shunday. Umid qilamanki aynigan bo'lsa, urush bermasmikin? Yo'q, almashtirib beradi. Okey. Lekin qo'rqib ham qoldim. Lekin bu yer bo'sh. Hamma uxlayotgandir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yangilar ketishga ulgurishibdi. Balki xonalarni tiklarmiz. Nursin, Vince. Hech qachon men engashgan vaqtim orqamdan kelma, tushundingmi? Aks holda seni bilaman. Shuncha yildan beri qiz bola ko'rmay, oxirgi marta nima qilganing esimda. Men shunchaki hazillashgandim. Undan tashqari qo'lim bor. Xavotir olma. Xo'sh, nima qilamiz? Ularning telefonini qidiramizmi? Albatta. Xo'sh. Shu yerda bo'lsa kerak, qidira qol. Okey. Qani, men shkaflarni ko'raman. Men esa katta shkafni. Xo'sh, bu yerda hech balo yo'q. Bu yerda tortmada ham hech narsa yo'q. Topdingmi? Yo'q, topmadim. Qayoqqa tiqqan bo'lishlari mumkin, Hozir. Bu yerda ham yo'q ekan. Nima qilamiz? Ketdikmi? Ovqatlanamiz. Bugun parkur bo'ladi, shuning uchun og'ir kun bo'ladi. Tayyorlan. Sen deb kech qolishimiz mumkin. Tushundim. Telefon demak o'zida, lekin topamiz yoki komandirlarga aytamiz. Lekin menga bu ikkalasi umuman yoqmayapti. Qiziq. Xayrli tong, o'rtoq komandir. Nimalar bo'lyapti? Lekin menga oshpaz unchalik ham yoqmaydi. Bilmasam, menga ovqatlari yoqdi. Salat, sho'rva, pyure, xullas, uyimdagidan ham yaxshi. Avvalga menda ham xuddi shunday bo'lgandi. Juda ham mazali edi, lekin bir necha yil titimay shuni yeyaversang, hali joniga ham tegib ketadi. Bu gapingga qo'shilaman, lekin jonimga tegmagan vaqtda to'yib olay. Nima qildik, Leo? Qorning to'ydimi? Men ham yetarlicha yeb bo'ldim, boshqasi sig'maydi. Unda hammasini yig'ishtirib ketdik. Hech nima, shunchaki g'ildirakni almashtiryapman. Yaramaslar teshib qo'yishibdi. Tushunarli, rahmat. Ketdik. Komandir aks holda hozir ish buyurib qolishi mumkin. To'g'ri aytasan. Menga shu komandir umuman yoqmagan o'zi. Boshqa murabbiy olishimiz kerak. Zo'r gap bo'ldi. Ular shu yerda qoch. Xo'p bo'ldi. Yoki ulardan qo'rqasanmi? Sam. Albatta yo'q, shunchaki yoqmayapti turqlari. Katta rahmat, o'rtoq oshpaz. Yana kelib turamiz. Kelib turarmish. Ajoyib gap bo'ldi. Kelmay qayoqqa ham borarding? To'g'ri. Yigitlar, salom. Bu yerdan qaragin o'char. Nimaga? Axir biz hech narsa qilganimiz yo'q sizlarga. Shunchaki xayrli tong. Yo'qol darbi. Yoqmayapsan umuman. Xo'p, mayli. Negadir ertalabdan jahlingiz chiqqan. Okey. Leo. Bular anchadan beri seni ham jig'ingga tegishadimi? Tasavvur qilmaysan nimalar qilishganini. Afsus. Assalomu alaykum, o'rtoq komandir. Va alaykum assalom. Ovqatlandinglarmi? O'zingizchi? Men allaqachon mashinani g'ildirakini almashtiryapman. Bugun parkur bo'ladi. O'sha yerda joyingizni egallanglar. Xo'p bo'ladi. Sizga yordamimiz kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Rahmat. Bo'la qolinglar. Xo'p. Men joyim shu yerda. Sen eng oldinga o't. Nimaga? Shunday. Okey. Xuddi avvalgi safargidek. Mayli, endi kutamiz qolganlarni.
Hozir hammangiz parkurdan o'tasizlar. Bu yerda yangilar ham bor, anchadan beri xizmat qilayotganlar ham. Shuning uchun men birin-bora hammangizga ko'rsatib beraman qanday qilib o'tish mumkinligini va to'g'ri yo'lni. Keyin esa birma-bir o'tib chiqasizlar. Hammangiz yoppasiga emas, guruhlarga bo'linib nimaga ekanini esa keyin tushuntiraman. Qani ketdik. Yaxshi. Oppa, endi bu yoqqa. Hozir yaxshi. Oppa. Ajoyib. Şimdi bir yerda o'tish kerak. Ajoyib. Hozir sekin. Shunday. Eng yomon ko'rganim emakilash. Jinarsin. Yaqinlashib qoldim. Bunda yoshlarning oldida uyalib qolmasligim kerak. Yaxshi. O'rganinglar yoshlar. Hozir ajoyib. Bu yoqqa. Xo'sh. Bu yoqqa sakrash. Oppa. Ajoyib. Ana. Bo'ldi. Yaxshilab qaranglar. Xo'sh. Ajoyib. Bu yoqqa. Hozir mana bu yerda ehtiyot bo'linglar. Agar yiqilsangiz, bir joyingiz bilan juda ham yomon tushasizlar. Yaxshi. Appa. Xo'sh, endi bu yoqqa. Ajoyib. Xo'sh, bu yerga chiqa olmadim, mayli. Hozir esa hammangiz 2 kishilik guruhlarga bo'linasizlar. Men esa tepadan turib hammangizni ko'zdaman. Tayyormisizlar? Ha, aytgancha, nimaga hozir hammangizni yoppasiga qo'yib bormayapman. Gap shundaki, bu maxsus tayyorgarlik bo'lgani uchun musobaqalashish va bir-biridan o'zish bu yerda birinchi darajada turadi. Shunda eng yaxshi natijalar bo'lishi mumkin. Va boya aytgandek, xuddi men o'tgandek o'tasizlar. Men esa hozir tepaga chiqib olaman. Shunda boshlaymiz. Boshqani guruhlarga bo'lininglar. Vince va Derp, Leo va Sam. Qolganlar farqi yo'q. Nega men Sam bilanman? Chunki o'z jamoadoshing bilan bo'lmaysan. Xo'sh, qolganlar, sizlar ham birin-ketin turinglar. Yaxshi. Qanday tayyorlaninglar? Hozir men ham chiqib olaman. Xo'sh, Vince, Derp tayyormisizlar? Ha, tayyorman. Men ham tayyorman. Unda yaxshi. Omadlilar yigitlar. Ha, omad o'zishni orzu ham qilma, yaramas. Vince. Xo'sh, tayyorlaninglar. 1, 2, 3, olg'a. O'ldirishim kerak. Yaxshi. Sinisi o'tib ketib qoldi. Oppa, yaxshi. Yaxshi. Xo'sh. Menda imkon paydo bo'ldi. Jinrus suvga sakrash kerak ekan. Tushmaslik kerak. Yo'q. Xo'sh, bo'ldi. Bu yerdan yaxshi. Tiqilib qoldi. Yaxshi. Jinrus loy. Bu yerdan hozir emaklab o'tish kerak. Asosiysi sochim ilakishib qolmasa bo'ldi mana bularga. Yana ozgina qoldi. Vinson o'tib ketishim kerak. Bo'la qol. Derp. Tezroq. Yaxshi. Qolib ketdi Vinson. Joyib. Xo'sh, yaxshi. Bu yoqqa. Nesa, hozir. Ajoyib. Oppa. Zo'r. Bu yoqqa. Tepaga va pastga sakrash kerak. Yaxshi. Bo'ldi, yigitlar, qaytishingiz mumkin. Yetadi. Qaytaveringlar, bu yoqqa. Nima bo'ldi, janob komandir? Hammasini ko'rdim, yetadi. Vince, bu yoqqa kel tezroq. Bo'ldi, yig'ishtir. Janob komandir, nima bo'ldi? Undan o'tib ketayotgan edim. Ko'rdim qanday o'tib ketganingni. Janob komandir, nima bo'ldi? O'zi axir yaxshi ketayotgan edik. Vince, meni hammani yonida sharmanda qilding. Yana kamiga yangilarning yonida, janob, kechiring, shunchaki hattoki ovqatlamagandim bugun ham. Yotavermasdan ovqatlanish kerak edi. Vince, seni chetlatishga majburman. Bugungi mashqlardan chetlatilding. Bor. Lekin axir bu odlatdan emas, janob komandir. Sen aralashma, Derp. Ovozingni yumib joyingga qayt. Xo'p. Sam, Leo, yana joyingizni o'zgartirib oldingizmi? Nima, sizlar ham chetlanishni xohlaysizlarmi? Yo'q, shunchaki janob komandir, men hozir 1 daqiqa hojatxonaga. Bo'la qol, faqat tezroq. Tamom bo'ldim deyaver, yaramas. Hammalari bir-biridan g'alati. O'ylagandek hojatxonaga ketibdi. Yaxshi. Hech umid qilamanki, mendan xafa emas. Vince, bilasanmi? Nimaga bu yerga kelding? Ustimdan kulish uchunmi? O'tib ketding mendan. Ko'l endi, bo'la qol. Yo'q, sen ustingdan kulmoqchi emasman. Shunchaki men sen bilan musobaqalash niyatim ham yo'q edi. Men shunchaki omadim kelib qoldi. Sen yaxshi askarsan. O'zingni ruhingni tushirma. O'char ovozingni. Komandirning gaplarini eshitmadingmi? Nimalar deb tashladi? Jinarsan. Meni yo'q, buni kechira olmayman. Men seni o'ldiraman, yaramas. Fani bu yoqqa kelchi. Okey, o'zing shuni istading. Mana senga. Uloq qol. Xo'sh.
Xo'sh, balki tushuntirib berasizlar nega birgalikda parkurni o'tishni istamayapsizlar. Senga hech qanaqangi yomonlik qilmagandim. Ha, qilmaganding, sen mavjudliging bilan menga yomonlik. Sen uxlagan vaqtda tepinib chiqadi. Shuning uchun u bilan parkur o'tishni istamayman. Nima, tepinishni qayerdan bilasan va buni parkurga nima aloqasi bor? O'ylaganimdan ko'ra chidamliroq ekansan, lekin men bir-birim kuchliroqman. Buni tan ol. Hozir esa seni tashlab ketaman. Xayr, omadsiz. Oh, derb yotib salom. Derb yotib tushunmadim. Derb nimaga ikkada yotibsan? Yaxshimisan? Nima bo'ldi senga? Xudo, derb seni kim bu ahvolga soldi? Jin ursin. Hozir hamshirani chaqiraman. Oy, yo-mayo. Bilgandim, hammasiga shu Vince aybdor, shundaymi? Yo'q. Hozir mendan ko'radi. Ha, lekin hamshira chaqiraman. Ha. Shoshma. O'zim ham hayron qoldim qanday qilib deb sendan o'tib ketganiga. Jin ursin. Men ham hafsalam pir bo'ldi sendan bilsang agar. Hafsalang pir bo'lganmish. Hozir seni ham derbga o'xshatib urib tashlayman. Urib tashlaysan? Yosh stoy. Stop nima? Rostdan o'zingni yosh bola tutyapsan. Faqat uni urdim dema, iltimos sendan. Hamma shunday bo'ldi. Jin ursin. Agar bilib qolsa bilasam nima bo'lishini bilaman, lekin menga umuman farq yo'q. Tushundingmi? Agar istasang sen ham o'shaning yoniga borib ol, o'sha bilan do'stlash. Lekin men bunaqangi haqoratlarga chiday olmayman. Qanaqangi haqoratlarga? Ustingda ishlashing kerak edi, nonushtaga borishing kerak edi, qorni och qolganmish. O'rgildim bunaqangi qorni och qolgan. O'zini yosh bolaga tutishuncha. Urib tashlaymanmish. Jin ursin. Hozir o'zim uni urib tashlayman. Yaramas bir soniyada qayerga g'oyib bo'ldi. Mayli tinchlansin, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar uni bu yerdan haydab yuborishsa, holim voy bo'ladi. Shuning uchun nima bo'lsa ham uni olib qolish kerak. Hozir o'zim hammasini bilib olishga harakat qilaman. Agar chaqib bersa, ikkovimiz ham tamom bo'lamiz. Shuning uchun bu safar mushtingni yig'ishtirib yur. Tushundingmi meni? Yigitlar, kirishga mumkinmi? Sizlarda gapim bor edi. Yigitlar, ha, kirishingiz mumkin janob komandir. Nima bo'ldi? Derbni ahvolini ko'rdingiz. Bunda sizlarning qo'lingiz bormi? Agar hozir o'zingiz aytsangiz, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Yo'q, albatta men uni urmagan bo'lardim. Axir biz deyarli hamkasbmiz, ham bir joyda o'qib yashaymiz. Ha, seni bilaman-da. Agar u o'ziga kelgandan keyin biror nojo'ya narsa aytsa, o'zingdan ko'r. Yo'q, meni tushuning, men uni urmaganman. Agar sizingiz o'zidan so'rang. Ha, albatta so'rayman. Buni tagiga yetaman. Ha, shuning uchun ko'zingga qarab ehtiyot bo'lib yur. Seni o'zi qanday qilib yo'q qilishni bilmay o'tiribman. Nima axir, janob murabbiy, qanaqasiga meni yo'q qilmoqchi bo'lishingiz mumkin. O'zing bilasan nimagaligini. Yaramas.